Hurmatli do'stlar, aka-ukalar, o'sha va'da qilganimizdek bugun ko'zi ojizlar ro'yxatimizda bor. Mana bu tomondagi dom bilan va bu tomondagi domda hammasi 32 ta xonadon, hammasida shu oilalarda ko'zi ojizlar bor. Ya'ni ulardan birinchi xonadonga o'tib. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizmi? Sog' salomat. Sizlarga ham katta rahmat. Shu bugun sizga birding 45 xil produkt olib keldik deng. Akalarim bilan bir choylarni qilib, mana bolajonlarga mana shirinlik olib keldik. Mana bu yerda mana tavug'i ham bor, go'shti ham bor, kartoshkasi ham bor, piyozi ham, hamma narsasi bor sizlarga. Amin. Assalomu alaykum onajon, yaxshimisiz? Sog' salomat, tuzimisiz? Hozir ehsonimiz bor edi bizga. Olib keluvdik deng. Nechta bola bor uyda? Ha. Bu yerda deng hozir mana ikkita korobkamiz bor deng. Ikkita korobkamizda 45 xil produkti bor. Ikkita go'shti ham bor, savozisi guruchi ham bor. Ana bolajonlarga qani bu yoqqa kechsan, isming nima sani? Ey. Mana qani qizim, mana sizga, mana shirinlik. Mana sizga ham shirinlik, mana. Navariz ham ko'z anaqami? Ha. Ming bor shukr ko'kka yetar bo'ylarimiz. Har kun to'yga ularni Onajon sizga produkt olib keldik deng. Voy rahmat, amijonlarni Charchamayapsizmi? Buruz yashaysiz. Bolalar yo'qmi? Ha, bize keldik-da bolalar sovur olishga. Mayli sizlar boylarsizlar. ne'matlarning eng yaxshisi halovatdir. Garni olsak bu Xudoga malomatdir. Farzandlarim kulgusini yeshitsam bas, xotirjamman ko'rmasa ham mayli ko'zlar. Qalbim bilan ko'rish ham bir karomatdir. Gar nolisam bu Xudoga malomatdir. Kimga erta, kimgadir kech kelgay davron, kimlargadir shu kunlar ham bo'lgan armon. Sinovlarga sabr qilmoq qanday go'zal, shunda o'zi qo'llar bizni buyuk rahmon. Shukr qilmoq mo'minlikdan. Allohu akbar. Yaxshi qolinglar, sog' bo'ling. Xo'p. Garni olsak bu Xudoga malomatdir. Ne'matlarning eng yaxshisi halovatdir. Hurmatli do'stlar, hozir 15 ta xonadonga kirib chiqdik. Sharoitlarini ko'rib, damkomga savol berdik. Zo'r sharoitlarga olib kelyapsiz-ku desak, azizjon, bu uylar hatto o'zlariniki emas, davlat tomonidan berilgan bu sharoitni hammasini davlat bergan. Bu ojizlar pensiyaga yashashadi, shuning uchun muhtojlik borligi uchun aytishgan ekan, shunaqa davlat shunchalik e'tibor berayotgan ekan, o'zimiz ham hayratda qoldik. Albatta bu bizni quvontirdi. Shuning uchun videolarda ko'rayotgan sharoitlaringiz ba'zi bir bundan oldingi videolarimizdagi sharoitlardan ancha yaxshi bo'lsa, sizlar fikr buzilmasin, chunki davlatimiz bergan sharoit shunchalik zo'rligidan biz faqatgina xursand bo'lamiz. Ehsonimiz esa mana shu bugungi ko'zi ojizlar mahallasida davom etmoqda. Никаких бед.
bo'ladi.